tangdaşlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının haberler programmasını kirşanlarını kızgın karşı alımız. Qorçaq Reis Erkin Tunyaz'ның Avrupa ziyareti kechiktirilgan. Sobiq Xitoy yollanma kompyuter özek uskunaları ishlab chiqaruvchi ASML şirketining texnik sonliq ma'lumotlarini o'g'irlagan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasining 14 fevral kunidagi xabariga qaraganda, atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining hukumat raisi Erkin Tunyazning bu hafta London va kelar hafta Bryusselni ziyorat qilishi, Parijga sayohatga berishi planlangan. 3 qatimliq ziyoratning hammasi parlament a'zolari va kishilik huquq faoliyatchilarining kuchli noroziligiga uchragan. Yevropa İttifaqının bayonotchisi bizga Xitoy o'makning ziyoratining kechiktirilganligini uqtirdi degan. Xitoyning Yevropa İttifaqidagi elchisi pochta gazetiga vaqt jadvali munosabati bilan ziyoratning kechiktirilganligini uqtirgan. Angliya tashqi ishlar ishxonasining bayonotchisi Angliya hukumatining Xitoyning atalmış Şinjandagi qabul qilg'ili bo'lmaydigan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi davomli barliq tadbirlarni qo'llanganligini aytgan. Dushanba kuni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Dekson Kiyusi va uning qonun guruhi Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotiga vakolatan Angliya shaharlik soqchi idorasi SO15 terrorlikqa qarshi turish bo'limiga iltimos yo'llab, Erkin Tunyazni qo'lga olib tekshirishni talab qilgan. Erkin Tunyaz atalmış Şinjandagi kishilik huquq dafsanchiligida rol o'ynaganligi uchun 2021-yili Amerika hukumati tomonidan qora tizimlikka kirgizilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Xitoyning yuqori darajalik diplomati Wang Yi Rossiyani ziyorat qildi va Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligining 1 yillik qarpasida Germaniyada o'tkazilgan cho'ng xalqaro bexatarlik yig'iniga qatnashdi. U yana Fransiya, Italiya va Vengriyani ziyorat qildi. Wang Myunxen bexatarlik yig'inida so'z qilib, Beijingning xalqaro masalalarni hal qilishdagi maydonini tushuntirdi degan. BBC'ning 16 fevral kunidagi xabariga qaraganda, cho'ng kompyuter o'zak uskunalari ishlab chiqaruvchi ASMLning aytishicha, Xitoydagi bir sobiq xizmatchi uning texnikasiga oid uchurlarni yig'ib o'g'irlagan. Gollandiyalik shirkat shuningdek keyin bu xiloflik qilish qilmishini Gollandiya va Amerikadagi amaldorlarga aytganligini bildirgan. ASML yer shari o'zak uskunalari ta'minlash zanjiridagi eng muhim shirkatlarning biri. O'zak va yerim o'tkazgich yonfimdan tortib askariy qurollargacha energiya bilan ta'minlaydigan bo'lib, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi keskin talash tortishning markaziga aylangan. ASMLning yillik eng yangi dokladida Xitoydagi sobiq bir xizmatchining xususiy texnikaga oid sonliq ma'lumotlarni huquqning sirtida qo'llanganligi bayon qilingan. Bu şirket 2021-yillik dokladida Xitoy yerim o'tkazgich uskunalari va yumshoq detal ishlab chiqaruvchi Dongfang Jingyuan elektron shirkatining ASMLning bilim mulk huquqiga daxli taruz qilish yoshirin kuchi bor mahsulot savdosi qilayotganligidan xabardor ekanligini aytgan. Oktabrda Washington dunyoning qayerda yasalgan bo'lishidan qat'iy nazar Amerikaning saymonlarini yoki yumshoq detallari orqali ishlangan o'zakni Xitoyga eksport qiladigan shirkatlarga ijozatnoma talab qilganligini e'lon qildi. Amerika, Gollandiya va Yaponiyani mushundaq cheklovlarni qo'yishga qistadi. 2019-yildan boshlab Gollandiya hukumati mikro o'zak yasashda lazer orqali kirminiga kichik naqshlarni bosadigan ASMLning eng ilg'or tosh matbaa mashinasini Xitoyga sotishni chekladi. Taqdirimizning taqdiri haqida. Abduri Burhan Muhammad. Har qanday harakatning borliqqa kelishida ideya tayanch va asosdir. Hech bir harakat mayli to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar ideyasiz borliqqa kelmaydi. To'g'ri harakat sog'lom unum va utuqliq natija yaratishning tub omili to'g'ri ideyadir. To'g'ri ideya bo'lmay turib, krizislarga chora tepish mumkin emas. Millat siyosiy mahkumlik, iqtisodiy bo'hron, madaniy yotlish va ilmiy chekinishdan iborat ig'ir krizislarni boshdan kechirish bilan birga majburiy assimilyatsiyalashtirilishdan iborat dahshatli bir qabohatni yashab turibdi. Sebep natija qonuni saltanat surgan bu olamda yuqoridagi oqibatlarning maydonga kelishida sabablarning rol olganligi muqarrar. G'alaba va mag'lubiyatning raqiblar orasida almashib turadiganligi ko'z yumg'isiz reallik bo'lsa-mu, ammo bu reallikning yuz berishini sabab natija qonuniyatining doirasidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Agar asoratdan qutulish yo'lida tinimsiz harakatlarning maydonga kelishiga qaramay, izchil mag'lubiyatning mehmoni bo'lib kelayotgan bo'lsak, shundaqla bu uzun yillik kurashlarimizning bugungi holati kunimizdagi tragediyalarning yuz berishiga belgilik to'sqinlik rolini o'ynay olmagan bo'lsa, bu aniqla masalaning shaxta emas, yiltizda, harakatdan bakrak ideyada ekanligidan derak beradi.
Ochiqini aytganda, ideyadan iborat tüp omilda saqlanib kelayotgan harakat, unum va utuqning vujudga kelishiga to'salg'i bo'lg'uchi kashinlar bugunga qadar bizning o'zimizni tonish, o'zligimizni qurib chiqish, bizni bir qiblaning, bir kitobning, bir payg'ambarning, bir iqlimning mansublari sifatida tutib kelgan madaniy va siyosiy mustaqilligimizni qayta qurib chiqish yo'limizga putlikashang bo'lib keldi. Bunun ichida atalmış ilg'or va qaloqliqqa o'xshash moddiylikni markaz qilgan suiiste'molchilik ideyalarini jahonning keynida qolmaslikqa o'xshash o'tmishni eslashdan, millatning tarixiy xotirasini asliga keltirishdan va unutildirilgan o'ziga tava xosliqlarini bayqab chiqishdan voz kechtirib, o'zlikni izlash yo'limizdan yaltaydirish rolini o'ynaydigan shuarlarni atalmış feodal jamiyatdan qutulish mazmun qilingan hech qanday orqaga qarab qolmay zamon bilan teng ilgirlash tafsilotsiz qatorliqlarni alayda tilga olib o'tishga bo'ladi. Qisqasi, yo'yilgan minglarning o'chirib etilganlarini qayta asliga keltirish xotirasini, tarixni va kimlikni asliga keltirish xarakterini olgan nima bo'lsa, shuni ur-urg'a chiqarib yo'qotish asoratli hayotimizda izchil boshdan kechirib kelgan qismatimiz bo'lib keldi. Pat-pat bir qism shalg'ut zihniyatlarning tilida paydo bo'lib qoladigan pan-islomizm, İslam əsliyatçılığı kabi bizga do'st emas, yov bo'lgan taraflarning ur-urg'a chiqargan tovarlarga bozorliq tayyorlayotgan razil kompaniyalarni avod qilib berishlarmi buning ifodalaridan albatta. Atalg'ularni birovlarning qo'yib bergan ta'biri bo'yicha sharhlab, ularning qo'yib bergan ismi bilan atab, go'yo bu atalg'ularni bo'ba qilib ko'rsatayotgan. Masalaning mohiyatiga, ilmiy va siyosiy xarakteriga ularning ko'zi bilan qarab turib urkitayotgan bundaq parazit ideyachilarning Uyg'urlik nomining mohiyati va xarakteriga qaraganda shakliga va ataqqa ching eslab olib turib, suiiste'molchilik tipidagi tafsilotlarni jonlantirayotganligiga qaragan vaqtda, bu dal millatning xotirasining asliga kelishidan, o'tmishni va o'zini tunib qilishidan urkuydigan qora soyning qo'lidan kelganini qilish paylidan yanmayotganligidek bir reallikni ko'rib yetishga bo'ladi. Vatandan 10 yillab ayrilib yashabmi, vatanining nomini Sharq Turkiston deb atashga tili bormaydigan Atashqa to'g'ri kelsimi, ikki yeniga birini qarab etib deydigan psixika orqasidami dal ashu ur-urg'a chiqarib ko'niktirayotgan qora soyning borligini, xotirimizning asliga kelib qolmasligi, asoratdan avvalgi miroslarimizni uning haqliq egalari, mirosxo'rlari sifatida o'z ilkimizga qaytarib kelishdek, eng aqalli insoniy haqlarimiz ustida tarixchilik fikr va mulohaza qilib qilishning oldini olish kompaniyalarining rol o'ynab kelganligini bugunning vaziyatida ko'rib yetmak ancha tas bo'lmasa kerak. Demek biz ana shundoq shonliq tarix yaratgan sharafli ajdodning sharafsiz avlodlarga aylantirilish xatiridan o'zimizni qutuldirib chiqargan, yuzi oq ketishi uchun oqibatining mag'lubiyat ekanligini bilib turib, avlodining yo'lini echish yo'lida istiqqonlarini pido qila oladigan darajadagi azamat otalarning qora yuz avlodlari bo'lib yetishtirilish planidan o'zimizni kollektiv holda tartib olib chiqargan yerda emasmiz. Tenimizni tartib chiqargan bo'lsaqmi, zehnimiz ham shuning istaklari bilan zaratlanishdan xoli bo'laligini yo'q. Masalan, bizga yuqtirilgan atalmış ideyalardan ko'nalikni tashlab, orqaga qarmay to'xtovsiz ilgirlash. Atalmış ko'nalarning izini qayta besib avara bo'lmaslik. Zamonga loyiqlashish, zamonaviy madaniyatning sahnasidan bir kishilik o'rni bor millatga aylanish, boshqa madaniyatlarning tasmasiga bog'lanib beqinib yashash, boshqalarning ko'ziga issiq ko'rinadigan tarzdagi millat bo'lish, ularning istikiga rioya boqadigan musulmonlardan bo'lish, növbeti kelsa, atalmış azadlık üçün dinini bir chetga qayırıb qo'yish qatorliq səfsətələr qatlımı bizni ichiga so'rab turibdi. Bu səfsətələr ilmiy salohiyatdan, sog'lom bilim qurilmadan, so'zik ro'yatdan nesiva almagan. Aksicha, oldimizga yasab chiqarilgan manqurt yazarmanlarning qo'lida ustalik bilan yozilmoqda. Mana bular bizda o'zimizga vakillik qiladigan va har taraflama mukammallashgan sog'lom bir ideya xaritasining bo'lmaganligining keltirib chiqargan oqibatlari. Aniqini aytganda, bizni biz qilib qurib chiqqan haqiqatlarimizni va qurib chiqadigan dasturlarimizni yo'qotib qo'yganligimizning, buzib etilgan kimligimizni to'liq shakllantirib bo'lolmaganligimizning, madaniy meroslarimiz, diniy va milliy an'analarimizni saqlashtira olmaganligimiz, yig'ib aytganda bizni Turkiya ajdodining davomi qilib yaratgan musulmonlik shaxsiyatimizni bugungi Uyg'urlik engimiz bilan giralashgan holatda shakllanishi va saqlanib menishiga muyassar qilgan bizga ato qilingan zaminning qurg'uchi, avod qilg'uchi va adolat bilan idora qilg'uchi ilohiy o'rinbosarlik mas'uliyatini qo'limizga tutqizgan Janob Allohning bizga baxsh etgan Qur'on va sunnatni mezon qilgan ilohiy yo'limizdan, sog'lom tutqiga ega davoyimizdan adashganligimizning oqibati. Bu xil ichki yemirilishlar cho'qimki bizni ishtashimizdan qo'rshab tizginga olmoqchi.
Alğandımı hech qachon qo'yib bermasga elib olmoqchi bo'lganligida hamda buning razil niyatlarining qurboni qilmoqchi bo'lganlar uchun har vaqt fursat yaratib beradiganligida shak yo'q. Bugun til sapoyimiz parang saviyasiga tushib qolgan, hatto o'xshash tilda paranglashib turib, tushunmaslikdan ziddiyatlashib qoladigan holga tushib qolgan bo'lsak, tafakkur tilimiz gachilashgan, tafakkurimiz mantiqlashish va cho'nqurlashishdan ko'ra mashinalashib ketayotgan, aqliy sapoyimiz tezlik patqiqidan chiqolmay to'lg'inayotgan bo'lsa, shuningdek maydonlarimiz atoqda bor qapoq mollalarning millatning madaniyat tarixini 70 yildan oshirmay tadqiq qiladigan harom tamoq ziyolilarning qo'liga tushib qolgan bo'lsa, shundaqla milliy ma'rifimiz testimliq tarbiya ko'rmagan ma'rifchilarning rahbarligiga tayanib qolgan bo'lsa, milliylik, uyg'urlik, musulmonlik qatorliq salohiyatlarimizning shakllanishi noahli diplomli qari savodlarning, shalg'ut ma'rifning mahsulotlarining qo'liga tushib qolgan hamda ularning ezib tushuncha berishiga qarashli bo'lib qolgan bo'lsa, aniqki biz o'mchik to'ri holiga kelgan g'oyat zo'r krizislar vodisiga qapsilib qolish hodisasiga duch kelib qoldik. Torlashgan bu krizislardan besib chiqmay turib, uning bog'liqlaridan yeshinmay turib, biz kutayotgan ideya qurilmasini barpo qilish faqatla tush xolos. Sharqning buyuk faylasuflaridan Jamoliddin Afg'oniy shundoq aytadi: bir millatning tili bo'lmay turib, birligi barpo bo'lmaydi. Tarixi bo'lmagan millatning tili yo'qaydi. Agar millatda yurt makonlarni muhofazat qiladigan, millatning shonliq tarixiy izlarini yangidan qurib chiqadigan avangardlari bo'lmaydi ekan, muhaqqaqki u millatning tariximi yo'qaydi. Ko'rinib turibdiki, agar biz mavjudligimizni saqlaymiz deydiganmiz, paranglashni g'oya qilgan grammatika va leksika qismidan hal qilolmaydigan ana til savdoligiga qamlab qolmasligimiz kerak. Biz navbatda birligimizni qurib chiqadigan tafakkur tiliga muhtojmiz. E'tiqodimizni, madaniyatimizni cho'nqurlab tushunadigan tafakkur tilini shakllantirib chiqishga ehtiyojlimiz. O'xshamagan fikrlarning qo'rshoviga tushib qolgan bizlarga tafakkurimizni gallashtiradigan, o'zaro mojaroga so'rilishga va bir-birimizga qaralashga asqatadigan til bizga kerak emas. Bizga aqliy til kerak, ilm tili, tafakkur tili, dialog tili, logika tili kerak. Shundala bu birlikni qurish yo'li ravonlashadi. Sog'lom ideyami borliqqa keladi. Biz buni ishga oshiramiz deydiganmiz, har qachon buning salohiyatli odamlarga hojatimiz tushadi. Agar aramizda haqiqatan salohiyatliklar bo'lsa, undaqlarni destaklashni bilishimiz, ularning yo'lini aytishni, xizmatlarini qo'llab-quvvatlab berishni kechiktirmasligimiz kerak. Hatto biz shundaqlarning yetishib chiqish uchun qo'limizdan kelganini qilishga majburmiz. Ajdodning haqiqat achchiq, mevasi tatliq degan hikmatlik so'zining tagiga yetadigan bo'lsak, shuni anqirib yetishimiz kerak. Agar biz kelajagimizni o'ylasak, ko'zimizning yo'riqida ikkinchi bir avlodning davri kelishdan burun cho'qim bizni bir tutqa atrofiga yig'alaydigan sistemlik bir andiza, sog'lom ideya xaritasi qurib chiqishimiz zarur. Undaq qilolmay ketib qoladiganmiz, taqdirimizning faqatla siyosatchilarning qurbonligi bo'lish qismatidan qutula olishi, shaxmat taxtasida peshki bo'lish holatidan olqib chiqib keta olishi mumkin emas. Aql boyligimiz bo'lmay, jon sonimizning ko'payishi bizni hech qachon olg'a bostirmaydi. Shundaqla aramizda millatning moddiy va ma'naviy boyliqlarini qazib chiqa oladigan, ularning unutilgan xotirasini asliga keltirish, ularga mutafakkurlik salohiyatini qo'lga keltirgan avangardlar, olimlik, oriflik maqomiga yuksalgan yo'lboshchi sarkilar maydonga kelmaydigan, ularning yo'li ochilmaydigan, siyosiy munqarizlikdan qutulish u yoqda tursin, naslimizning qurib tugishib faqatla vaqt masalasi bo'lib qoladi. Bunun bilan birga yana faqat o'zimizga emas, insoniyatga muassisi yetgan shonliq madaniyatimizning izimi o'chib tugishi, faqatla tarix kitoblarida zikr qilinishdan ortiq qimmati bo'lmagan o'lik bir narsaga aylanib qolishi turg'anli gap. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.